Bugun bizni Kazan yo'nalishi bo'yicha avtobus reysimiz soat 18:00 da jo'nab ketadi. Hozir men sizga ikkinchi etajda har doim takrorlab o'taman, ofisimiz joylashgan deb ofisimizni ko'rsataman. Qani keting. Liftdan kirib, bemalol ikkinchi qavatni bosasiz. Endi esa ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda chiqqandan birinchi, ya'ni ikkinchi xona bizning ofisimiz joylashgan. Ofisimizda esa yaqinroqdan kuzatishingiz mumkin. Mana bizning ofisimizni ko'rishingiz mumkin. Ofisimizda esa yo'lovchilarimiz bor ekan. Yo'lovchilarimizdan qayerga ketayotganlarini bilib olamiz. Assalomu alaykum, qayerga ketyapsiz? To'xtang. Assalomu alaykum, qayerga ketyapsiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat, Allohga shukr. Siz taqib qo'ydingiz ham, uzr endi. Qayerga ketyapsiz? Kazanga ketyapmiz. Kazanga bilet narxlarimiz qancha bo'lyapti? Yaxshi, 715 ming ekan. Hamyon bor. Oldin ham avtobus reyslaridan foydalanganmisiz? Ha. Biletni asosan qayerdan xarid qildingiz? Polka endi onlaynda telefon qilamiz, endi kelib shu yerdan. Tushunarli. Hozir ham onlayn xarid qildingizmi biletni yoki kelib Yo'q, turib? endi kelib quladim, no, просто telefon qilib zayin qo'ydim. No, lekin telefon qilib zayin qilib bo'lgansiz juda tushunarli. Ma'lumotni qayerdan oldingiz? Shu haqida, reyslarimiz haqida ma'lumotlarni, masalan, ofisimizgacha kelib o'tirgan ekansiz. Oldin kelib ketgan tanishlar yetishdi. Aha, tushunarli. O'sha Oldin nomerni kelgan berishdi. tanishlaringiz. Hozir bir o'zingiz ketyapsizmi yoki sheriklaringiz ham bormi? Ha, bir o'zingizlar ekan. Muhimi qonuniymikan? Ha, qonuniy hammasi. Avtobusimiz pastda turibdi. Uni ichki sharoitlari bilan tanishib chiqdingizmi? Yo'q, Ishonch hali hosil ko'rganimiz qilishdi? yo'q. Xudo xohlasa endi. Bo'ldi, xudo xolasa hozir biz sizni olib tushamiz, ko'rasiz va boshqalarga ham tavsiya qilishingiz mumkin. Ehtiyot bo'ling. Yo'lovchilarimiz bugun rosa ham ko'p ekan. Hozir birozdan so'ng posадка jarayonlari boshlanadi. Siz bilan esa avtobusni ichki qismi bilan tanishib chiqamiz. Yuring. Marhamat, bemalol oldinda yurishingiz mumkin. Vau, avtobusni ichi salqingina ekan. Maza qilib ketasiz, xudo xolasa. Ha, Xudo xohlasa sharoitlari ham yaxshi ekan, o'rindiqlari keng. Bemalol o'tirib ko'rsangiz ham bo'ladi, bemalol. Bemalol o'tirib ketsa ham bo'lar ekan. Albatta. Hammani Hammani to'g'riroq, yaxshi ekan sharoitlari. zaryadchi joylari bormi? Joylari hammasida bor ekan. Bemalol telefoningizni zaryadkasi o'tmasa ham o'ylanib o'tirmasdan bemalol qo'yib ketsangiz bo'ladi, foydalanib. Yaxshimikan axir? Sharoitlari Sharoitlari yaxshi, yaxshi. komfort. Boshqalarga ham tavsiya qilgan bo'larmidingiz? Masalan, yaqin tanishlaringiz bo'lsa. Xudo xohlasa endi tanishlar hammasiga tavsiya qilamiz. Rahmat sizga. Filmlar endi kelib ketamiz. Kazak buz zo'r deb qo'ying, bitta ekranga qarab, kazak buz. Kazak. Rahmat sizga. Sizni kuzatishda davom eting, qadrli yurtdoshlar. Xayr.